Ola, shunaqasi ham bo'lar ekanda endi. Bandan emas, Allohning aytgani bo'ladi deydi-ku. Vizamizni juma kuni kutayotgandik. Ming afsuslar bo'lsin, juma kuniga emas, shanba kuni ham emas, yakshanba ham emas, dushanbaga qolib ketdi. Men esa Denovda to'xtagan bo'yimcha, to'g'risi har kuni yo'lda yurganimga o'rganib qolganman. Denovda men kimlardir noto'g'ri o'ylashi mumkin. O'rtoqlar, meni qani qo'limdan kelsa tezroq chiqib ketsam O'zbekistondan, lekin hozir qolgan davlatlarning vizasi inshaalloh hal bo'ldi. Faqatgina Afg'oniston vizasi sal kechikyapti. Juda ham oshiqyapman chiqib ketishga, lekin nima desa bo'ladi? Juda ham o'zim ham zerikdim. Tezroq yo'lga chiqqim kelyapti. Alhamdulillah, rost ekan. Xullas kutamiz endi, yana 1 kun, 2 kun. Xudo xolasa bomba videolar qilaman inshaalloh. Kundanda qiziqarli videolarni qilishga harakat qilaman. Faqat kuzatishda davom etamiz o'rtoqlar. Like, komment, podpiska, padilitsa bomba qilib turaylik. Bitta podpiska qilaylik, sal biz ham rekka chiqib inshaalloh prosmotrlarimizni oldingi holatga to'g'rilab olishga yordam bersanglar, xursand bo'lardim. Barchaga ad dushi.